Farzandsizlik bo'yicha varikatsiyali aloqasi bormi yo'qmi degan savollar juda ham ko'p bizga murojaat bo'ladi. Ha, albatta aloqasi bor. Birlamchi bepushtlikning 15-25% ni, ikkilamchi bepushtlikning 70-80% ni albatta varikatsiyali sabab bo'ladi. Bu holatda mexanizmi qanaqa bo'ladi? Moyaklardagi vena qon tomirlari patologik kengayish hisobiga klapan yetishmovchiligi keladi va moyaklardagi harorat o'zgaradi. Oksidativ stress paydo bo'ladi va shuni hisobiga moyak ishlab chiqaradigan spermatozoidlar va testosteron miqdori ma'lum miqdorda pasayadi. Albatta bu darajasiga qarab operatsiya talab qilinadi. Ikkinchi, uchinchi darajalarda odatda operatsiya talab qilinadi va o'sha spermogramma va testosteron gormonlarini holatiga qarab operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi. Undan tashqari moyaklarning hajmini kichrayishi, moyaklar sohasida vaqti bilan og'riqlar bo'lishi ham ko'rsatma hisoblanadi. Bu bemorimizda mana OAT sindromi